Biz aytamizki, hurmatli yoshlarimiz, biz aynan yoshlar masalasidamiz. Mana shu yosh yigitlar, ayniqsa erkak kishilar haqida aytamizki, yoningizdagi do'stingiz nihoyat darajada sizdan ko'ra taqvolik bo'lsin, sizdan ko'ra aqllik, sizdan ko'ra ilmlik, iloj bo'lsa sizdan yosh katta bo'lsin. Chunki do'st tanlashlikda yosh masalasi to'g'ri kerak bo'ladi, ammo do'st sizdan yoshi kattaroq, tajribasi ko'proq, ilmi ko'proq, taqvosi ko'proq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Biz xalqimizda ham bir qiziq maqollar bor. Yomonni yoniga borib, sen undan yaxshi bo'lib turmagin deydi. Balki yaxshini yoniga borib, sen undan yomonroq bo'lib tursang bo'ladi deydi. Yomonlarning ichiga kirib olib, men yaxshiman bularga qaraganda deyishlik bu tarozi emas. Balki tarozi yaxshi odamlarning ichida men qachon bunga yetib olaman ekan, qachon do'stimdaqa taqvo bo'lar ekan, qachon meni do'stimdaqa bir ibodatim ko'proq bo'lar ekan